Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun davolash jarayonlarida yana bitta akamiz O'tkirbek aka, bular 85-yil tug'ilganlar. Bugun mana ikkinchi marta davolanishga kelib turibdilar. Birinchi marta davolanishga kelganlarida bularning shikoyatlari qo'l oyoqlarida, ko'p barmoqlarda, mayda bo'g'inlarda shishlar bor edi, og'riq bor edi, bukolmas edi. O'ng tirsakda ham shish bo'lganligi uchun bukolmas edi. Bular 7 yildan beri revmatoid artrit bilan kasallangan, 7 yil bo'lgan boshlanganiga. Yiliga taxminan 3 martacha qo'zib turadi. Hozir o'sha 31-maymida, 31-may kuni kelganda ayni qo'zigan vaqt edi. Keyin bularda mana tekshirib ko'rdik. Keyin rema probalar ham musbat edi, to'g'rimi? Rema probalarimiz musbat edi. O'shanda biz 3 kunlik tozalov qildik, tanqiya qildik. Va bu kishiga yallig'lanishni bosqirish uchun Revanchin, ya'ni Ravoshti preparatidan berdik. Keyin Fitaxil berdik, Genshin, Immuntep berib bularning mizojlarini qizdirdik. Vitamin D ham mizojlarni qizdirishga yordam berdi. Virabaktor bilan ham qizdirdik. Keyin bularga kuniga 5 kilometr yurib turish va badan tarbiyani doimiy qilishni tavsiya qildik. O'shandan keyin mana bu kishida natijalar ancha, endi o'zlari aytib beradi, ancha yaxshi bo'ldi. Mana akamiz, bular mana deylik 31-may kuni birinchi marta davolangan. Aka, o'shanda nima shikoyatlaringiz bor edi? Mayda bo'g'inlar shish, qo'l barmoqning hammasida tashli bor edi, bor edi. Mana bunda juda o'tib katta bor edi. To'piqda ham bor edi. To'piqda bor edi. Bu ishlar hammasi o'tib ketdi. Bular o'shanda hozir mana o'shanda necha kilogramm edingiz? 87-4 kilogramm bo'lgan ekanlar. 3 kunlik tozalovdan keyin 82-3 kilogrammga tushgan ekansiz. Ishlar ham ketib ancha yengil bo'lgan. Va sizga men mizojni qizdiradigan dorilardan mana Immuntep, Fitaxil, Virabaktor yozib berdim. Harakatlarni qildingiz va badan tarbiyani ham qildingiz, ha? Oradan qancha vaqt o'tdi mana? Bugun 31-iyul bo'ladigan bo'lsa, menga 28-yilda keldingiz. Yana 3 kunlik tozalov qildik. Mana 84 kilogramdan 80 kilogrammgacha hozir 3 kun tozalovda 3,5 kilogramm, 3 kilo 800 tozalov bo'ldi. Vaznlari 80.6 hozir. Mana o'ng qo'lda faqat bitta barmoqda shish bor edi, bukilish yo'q edi. Qolgan hamma bo'g'inlar yo'qolib ketdi. Mana bittagina bo'g'inda qoluvdi. Ularga ham mana skanjibin bilan kompress qilishni aytdik, 3 kun qildi. Va hozir bukiladigan bo'ldi, lekin ozgina shish qoldi. Endi bular o'tib ketadi, xudo xolisa. Mana revmatoid poliartrit bilan kasallangan bemorimizda bir kursdagi natijasini ko'rib turibsizlar. Bularga endi yana xuddi shu turishda bularning mizojlarini qizdiradigan va tana massa indeksini mo'tadilga qarab o'zgartiradigan yana o'sha eski badan tarbiya harakatlarini me'yorini belgilab beramiz. Sovuq mizojli ovqatlarni kamaytirib, yengilgina qizdiruvchi, ya'ni modda almashinuv tezligini oshiradigan ovqatlarni tavsiya qilamiz. Mana keyingi etaplarni ham xudo xolisa ko'rsatamiz. Aka, shu bizada davolanish mana Zaytun metodida mana endi noodatiy edi bizada davolanish, boshqa kliniklardan farq qiladi. Masalan, bizada mana 3 kun bilan tozalov oldilar. 3 kunlik tozalovimizda dorilari kelib, masalan, fizioterapiya muolajalarini olish, bular tozalovni kuchaytirib beradi, turmali matrasda yotish va oxirida bir marta hijama. Taxminan mana shu 3 kunlik lecheniyada juda yaxshi his qiladi inson, taxminan 1 millionga yaqinroq pul ketadi, taxminan bu narxi. Endi yana bularga taxminan hozir bir 500 ming bilan 1 million orasida yana dori-darmon yozib beramiz. Mana shu bilan 2-3 oy bemalol mana shunaqa tartibda bizda davolanish menimcha bunchalik qimmat bo'lmasa kerak. Nima deysiz? Yo'q, qimmat emas bu. Qanday mana bizlarni tabiiy davolash bo'yicha sizda qanday nima bor, fikr, xulosalaringiz bor? Mana boshqa revmatologlarda ham davolangansiz, terapevtlarda davolangansiz. Puli, effektivligi, shikoyatlarni butunlay yo'qolishi degan narsalar. Endi ba'zida davolanish, endi ko'p joyda davolandim. Samarasi uzoq bo'lsa 1 oygacha bo'lardi. Faqat ora qoldirish ekanda. Hozir 8 yil bo'ldi kasallikni. 8 yildan beri faqat ba'zida yotib pul sarflayman, natijasi yo'q. Xudoga shukr, alhamdulillah, sherikka topdim. Bundan ziyodiga nima loyiq joy berib tavsiya qilaman. O'zim ham ba'zi ikkita oyni olib kelaman, xudo xolisa. Endi men aytmoqchimanki, mana bizda eski tabobatimiz, mana Rozi ibn Sinolar yozib qo'ygan metod bo'yicha mana ham ko'p doktor kollegalarim shubha bildirishadi bunaqa davolash uslubiga. Men ularga har doim aytamanki, sizlarga men kasalliklarni davolab, natijasini ko'rsataman deyman. Shuning uchun men hozir bu kishiga iltimos qildim, sizga ko'rsataylik deb. Bo'lmasa har bitta kasallikni video qilib olmayman. Qisqasi mana bitta kursdan keyingi natijani ko'rib turibsizlar. Hali to'liq tuzalmadi-yu, lekin 50% dan ko'p, 60-70% gacha natija bo'ldi. Chunki bular birinchidan erkak kishi, mizojlari o'zi tabiiysi. Keyin bular harakat qildi, badan tarbiyalarini qilib, hammasini vaqtida qilgani uchun effekti juda yaxshi bo'ldi. Mana shu bilan
reumatoidni artritlar agar boshlanganiga 5 yil, 10 yilgacha bo'lsa ham tuzatish ancha imkoniyati bor. Endi eskilari, masalan 20 yillik, 15 yilliklar bular uzoq yil garmon olgan, uzoq yil metotrexat, ya'ni bular qotiruvchi, sovutuvchi dorilar bo'lgani uchun bularni mizojini o'zgartirish tuzatsa bo'ladi-yu, qiyin bo'ladi. Shuni ham murojaat qilganda hisobga olib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Lekin endi boshlanganlarni bemalol tuzatsa bo'ladi. Mana bu kishi buni misolida bu kishini ko'rsatyapmiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.